Mirzo Ulug'bekning eng to'pov lokatsiyalaridan sizlarga 3 etajli 4 urinli uyimizni ko'rsataman. Shunda военный gospitalli yonginasida okela bu tarafimizda Inha instituti joylashgan bo'ladi. Uyimizda okela 24/7 qo'riqlash xizmat. Yonginasida uchastkovoy xonamiz, bu yog'imiz закрытый помещение, hech qanaqa mashina kirmaydi. Okela shunda kelasizlar, mana joyimizni sotuvga chiqyapti. Okela sizlarga anchagina arzon narxida podключ variantda qilingan joyimizni barma-bir ko'rsatib beraman. Ikkita tarafidan vходimiz bor. Okela bu yog'imizda elektronniy darvoza, bitta mashinaga tashqariga joyimiz bo'ladi. Hamma qulayliklari qilingan, okela uyimizda podключ variantda qilingan. Ko'rib o'tishingiz mumkin, bu tarafimizda yozgi oshxonamiz, okela uyimizga sizlar отдельно birdan 10 gacha baho berib qo'yasizlar. Endi sizlarga uyimizning ichkari qismidan birma-bir ko'rsatib beraman. Kelamiz okela, hamma narsa did bilan qilingan. Okela akamiz o'zlari uchun qilgandilar. Bu tarafimizdan podvalimizga tushib ketamiz. Podvalimizda bitta katta xonamiz joylashgan bo'ladi. Uyimizning yuragi joylashgan. Okela bunaqa imkoniyatni umuman qo'ldan boy bermaslik kerak. Kelamiz, bu tarafimizda zal, okela studiyniy variantda qilib yuborilgan. Ko'rib o'tishingiz mumkin, bu tarafimizda oshxona, mebel, texnikalar, hamma narsasi qoladi. Okela bu tarafimizdan zal yoki ota-onalar uchun spalni qilib berasizlar. Boshqa shikalat bo'ladi, okela. Remontlariga o'zingizlar birdan 10 gacha baho berib qo'yasizlar. Bu tarafimizdan garaj variantda foydalanishyapti. Bu yog'imizda okela ko'rib o'tishingiz mumkin. Sanuzelimiz joylashgan bo'ladi. Hamma qulayliklari bor. Konteynerlargacha qo'yib qo'yilgan. Bu tarafimizdan chiqqanimizda okela uyimizning orqa eshigi bo'ladi. Bemalol mazza qilib mashinalarni ikkita tarafdan olib kirib qo'ysanglar bo'ladigan joyimiz bo'ladi. Endi sizlarga okela ikkinchi etajimizni ko'rsatib beraman. O'zingizlar ko'rib baho berib qo'yasiz. Ikkinchi etajimizni sizlarga tushuntirib beradigan bo'lsam, okela uyimizning dekoratsiyasiga birdan 10 gacha baho berib qo'yasizlar. Zinalariga отдельно mehr berib ishlangan. Joyimiz ideal variantda tushgan. Bu tarafimizdan okela balkon qismimiz bo'ladi. Archalarimiz uyimiz ideal variantda. Ikki tarafimizdan vходimiz bo'ladi, okela. Endi sizlarga xonalarni birma-bir ko'rsatib beraman. Bu tarafimizdan 3-etajimizga chiqib ketamiz. 3-etajimiz ham xuddi shu planirovka variantida tushgan. Kelamiz, okela zal xolasizlar, spalniy variantda foydalanasizlar. Bu tarafimizda ham yana bitta spalniyimiz bo'ladi. Havo aylanish uchun ko'chaga qaragan oynalari bor, sanuzellari ko'rib o'tishingiz mumkin, razdelnik kattagina qilingan. Bu tarafimizda vanna ko'rib o'tishingiz mumkin. Hamma narsa sifatli materiallardan foydalanilgan. Okela bu yog'imizdan ko'rib o'tishingiz mumkin. Bolalarimiz uchun spalni qilib berasizlar. Endi sizlarga 3-etajimizni bitta ko'rsatib beraman, o'zingizlar ko'rib baho berib qo'yasizlar. Eng oxirgi etajimiz 3-etajimiz bo'ladi, okela. Lyustrasiga birdan 10 gacha baho berib qo'yasizlar, ko'rib o'tishingiz mumkin. Joyimiz bu yog'imizda prixoshkamiz bo'ladi. Ko'chaga qaragan oynalari bor. Uyimizda skvoznoy variantda tushgan. Bu yog'imizdan ota-onamiz uchun, xolasanglar o'zingizlar uchun spalni qilib bersanglar, ideal variantda bo'ladi. Bu tarafimizda ham xuddi shunaqa variantda bu yog'imizdan spalniy bo'ladi. Mazza qilib yashaydigan 3 ta kelini bor odamga bu joyimiz ideal variantda. Sanuzelimizni ko'rib o'tishingiz mumkin. Bitta qilib qo'rilgan. Yog'ga okela yosh kelin-kuyovga joy qilib bersanglar, vashshi shikalat joyimiz bo'ladi. Shu ko'rib o'tgan xonadonimizdan okela sizlarga $360,000 berib yuboramiz. Pastda egalar nomerini qoldiraman. O'zingizlar bog'lanib batafsil ma'lumot olsanglar bo'ladi.